Audio matn. Fan. O'zbekiston tarixi. Tayyorlagan o'quvchi Usmanova Jasmina. Ovozlantirgan o'quvchi Usmanova Jasmina. Amir Temur 1336-1405 yillar oralig'ida yashab o'tgan. Jahon tarixida chuqur iz qoldirgan buyuk sarkarda, siyosatchi va davlat arbobi hisoblanadi. U asos solgan Temuriylar davlati Markaziy Osiyo, Yaqin Sharq va Janubiy Osiyoning katta hududlarini qamrab olgan. Amir Temur nafaqat harbiy yurishlar, balki davlatning boshqarish uslubi, adolatga asoslangan qonun-qoidalar va strategik fikrlashi bilan ham mashhur bo'lgan. Ushbu loyihasida Amir Temurning hayoti, shaxsiy fazilatlari, harbiy strategiyalari hamda tarixdagi o'rni batafsil yoritilgan. Amir Temurning hayoti. Amir Temur 1336-yil 9-aprelda Kesh shahri yaqinida Xo'ja Ilg'or qishlog'ida tug'ilgan. Hozirgi shahri Sabr. Uning otasi Amir Tarag'ay Borlos urug'idan bo'lib, jamiyatda nufuzli shaxs sanalgan. Yosh Temur bolaligidan ot chopish, kamon otish, qilichbozlik kabi harbiy mashg'ulotlarga qiziqqan. Yoshligida Mavurnahr hududida siyosiy beqarorlik kuchli bo'lgan. Shu sharoit Amir Temurning chiniqishiga sabab bo'lgan. U dastlab mahalliy amirlar bilan ittifoq tuzib, keyinchalik mustaqil hokimiyat sari intilgan. 1370-yilda Amir Temur Samarqandda oliy hokimiyatni qo'lga olib, uni poytaxt deb e'lon qilgan. Amir Temur hayoti davomida Eron, Iroq, Ozarbayjon, Kavkaz, Hindiston va Anadolu Usmoniylar davlati hududlariga harbiy yurishlar uyushtirgan. 1405-yilda Xitoyga yurish paytida Ut-Rurda vafot etgan. Ushbu mavzu haqida savollar. Amir Temur qachon va qayerda tug'ilgan? Nima sababdan Amir Temur yoshligida harbiy san'atga qiziqqan? Samarqand nega poytaxt sifatida tanlangan? Amir Temur shaxsiy fazilatlari. Biz shuni bilamizki, Amir Temur kuchli iroda, qat'iyat va yuksak aql-zakovat egasi bo'lgan. U har doim adolatni ustun qo'ygan va davlatni tartib-intizom bilan boshqargan. Olimlar, shoirlar, me'morlar va hunarmandlarni qo'llab-quvvatlagan. Amir Temur ilm-fanga katta e'tibor bergan. Uning saroyida ko'plab bilimdan kishilar bo'lgan. Shuningdek, u dinga hurmat qilgan. Lekin davlat boshqaruvida aql va qonunlar birinchi o'rinda qo'ygan. Ushbu mavzu haqida savollar. Amir Temurning qaysi shaxsiy fazilatlari uni buyuk hukmdorga aylantirgan? U ilm-fan va madaniyatga qanday munosabatda bo'lgan? Amir Temurning harbiy strategiyalari. Amir Temur harbiy san'atni mukammal darajada egallagan sarkarda edi. Uning strategiyalari bugungi kunda ham harbiy tarixda o'rganiladi. Qattiq intizom. Temur qo'shinida intizom eng muhim qoida bo'lgan. Buyruqqa bo'ysunmagan askarlar qattiq jazolangan. Bu esa qo'shinning kuchli va tartibli bo'lishini ta'minlagan. Qo'shin tuzilishi. Qo'shin o'nlik, yuzlik, minglik va tumanlarga bo'lingan. Har bir bo'linma boshlig'i aniq vazifalarga ega bo'lgan. Shu bilan birga, agar qaysidir amir biron mamlakatni egallasa yoki dushman lashkarlarini yengsa, u 3 ta narsa bilan taqdirlangan: faxrli nisba, faxrli nom, tug', nog'ara. Bunday shaxslarga bahodir deb nom berilgan. Agar sipohiylar birortasi urush vaqtida xatoga yo'l qo'ysa, uning maoshi 10dan 1ga kamaytirilgan. Amir-ul-Umaroning maoshi o'z qo'l ostidagilarnikidan 10 barobar ortiq bo'lishi belgilanib qo'yilgan. Sipohiylarning har biriga maosh olish yorlig'i topshirilgan. Ularga berilgan mablag' miqdori shu yorlig'ning orqasida yozib qo'yilgan. Jangda olingan o'lja esa odatda 2 qismga, hukmdor xazinasi va lashkar orasida bo'lingan. Razvedka va tayyorgarlik. Amir Temur jangdan oldin dushman haqida batafsil ma'lumot to'plagan. U dushman sonini, qurol va joylashuvini oldindan bilishga harakat qilgan. Psixologik urush. Dushmanni qo'rqitish, ruhiy bosim o'tkazish Temur strategiyasining muhim qismi edi. Bu usul orqali ko'plab janglarda qon to'kilmasdan yutilgan. Kutilmagan hujumlar. Amir Temur tezkor va kutilmagan hujumlar bilan dushmanni sarosimaga solgan. Bu usul unga katta ustunlik bergan.
Savollar: Amir Temur qo'shinida intizom nima uchun muhim bo'lgan? Razvedkaning jangdagi ahamiyati nima? Psixologik urush deganda nimani tushunasiz? Temur tuzuklari. Temur tuzuklari Amir Temur tomonidan yaratilgan davlat va harbiy boshqaruv qoidalari majmuasidir. Unda adolat, sadoqat, intizom va mas'uliyat asosiy tamoyillar sifatida ko'rsatilgan. Ushbu asar Temuriylar davlatining mustahkam bo'lishiga xizmat qilgan. Savollar: Temur tuzuklarida qaysi g'oyalar asosiy o'rinni egallagan? Nima uchun bu asar tarixda muhim hisoblanadi? Amir Temurning tarixdagi o'rni. Amir Temur Markaziy Osiyo tarixida buyuk davlat asoschisi sifatida tanilgan. Uning davrida Samarqand ilm-fan va madaniyat markaziga aylangan. Temuriylar sulolasida keyinchalik Ulug'bek, Husayn Barqaror kabi mashhur shaxslarni yetishtirib chiqargan. Savollar: Amir Temurning tarixdagi ahamiyati nima? Temuriylar davrida qaysi sohalarda rivojlangan? Xulosa: Amir Temur jasoratli sarkarda, dono siyosatchi va adolatparvar hukmdor. Uning hayoti va harbiy strategiyalari bugungi yoshlar uchun ibrat maktabi hisoblanadi. Amir Temurning merosi asrlar davomida o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Tinglaganingiz uchun rahmat.